Xitoy Sharqi Turkistonda sistemlik irqiy qirg'inchilik yurgizishni kuchaytirish bilan teng to'xtatilgan Urumchi-Istanbul havo liniyasi oradan 8 yil o'tgandan keyin qayta ochilmoqchi bo'lgan. Xitoy Günlük gazetining 2-avgust xabar qilishicha, bu yil 17-avgustdan boshlab Xitoy Janub aviatsiya shirkati Urumchi bilan Istanbul orasida bevosita uchish liniyasini ochdi ekan. Xitoy Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun muhojiratdagi bir qism Uyg'urlarning Sharqi Turkistonga qaytishiga yeshil chiroq yoqib berayotgan bir paytda Urumchi-Istanbul havo liniyasining asliga keltirilishi diqqat qo'zg'amoqda. Yaqinqi oylarda Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi ziddiyat keskinlashayotgan bir sharoitda Germaniya Filippin bilan mudofaa hamkorlik kelishimi imzolashga qo'shildi. Germaniya davlat mudofaa ministri Boris Pistorius va Filippinlik mansabchi Gilberto Teodoro qurolli kuchlar o'rtasida uzun muddatli munosabat o'rnatib, ikki tarafli qurol-yarog' hamkorligini kengaytirish va o'rtaq turlarga qatnashish fursati ustida izlanishga va'da berdi. Manila bilan Berlin orasidagi bu kelishim yaqinqi oylarda Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Yaqinda Xitoy bilan Filippin orasida Janubiy Xitoy dengizida harbiy paroxod va xodimlarning surkilishlari yuz bergan edi. Amerika prezidenti Joe Biden imzolagan davlatning josuslikka qarshi strategiyasida Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreyani asosiy jinoyatchilar deb ko'rsatgan hamda Rossiya bilan Xitoyni eng og'ir istixborot tahdidi deb bekitgan. Ammo bu hujjatda Xitoy bilan Rossiyaning texnik ko'p tajovuzchilik harakatlarini qo'zg'ayotganligi, hatto Amerikani ojizlashtirish uchun boshqa davlatlar bilan birlikda hamkorlashayotganligi to'g'risida ogohlantirish berilgan. Hujjatda Amerikaning asosiy raqiblarining o'zaro hamkorlikni texnik kuchaytgan. Bu sababli ular shakllantirgan tahdidning texnik zo'rayganligi ta'kidlangan. Hujjat yana Xitoy, Rossiya va Eronning nurg'un istixborot faoliyatlari yana bayqalmay qoldi deganlar qo'shimcha qilingan. Xitoyning g'arbiy janubidagi Sichuan o'lkasida yuz bergan kalkun va tog' ko'mirilib tushish voqeasida 4 odam o'lgan, 23 odam yo'qolib ketgan. Xitoy taratqularning xabariga qaraganda, Sichuan o'lkasida yuz bergan kalkun sababidan rayondagi bir ko'rik o'rilib ketgan va bir qism qurilishlar buzilgan. Yerlik doiralar ofat sababidan 4 kishining o'lganligini, 23 kishining yo'qolib ketganligini bayon qildi. Ukraina davlat mudofaa armiyasi Okyarda Rossiyaning Qora dengiz flotiga tava 300 million dollarlik suvosti paroxodini cho'ktirgan. Ukraina armiyasi bosh shtabining 8-ayning 3-kuni qilgan bayonotida Ukraina mudofaa qismlarining Qrimni ishg'ol qilgan dushman suvosti paroxodi va S-400 tipli boshqariladigan bomba sistemasini yetib tushirganligi bildirildi. Amerika, Yevropa va Osiyo aviatsiya shirkatlari O'rta Sharqdagi yaqin o'zgarishlardan keyin bexatarlik andisini bahona qilib, Isroil va Livan uchadigan aviatsiya liniyasini vaqtincha to'xtatdi. Hamas siyosiy byurosining raisi Ismoil Xoniya suiqasd uchirgandan keyin jiddiylikning kuchayishiga ergishib, Eronning Isroilga hujum qilish mumkinchiligi sababli Isroilga uchadigan nurg'un aeroplanlar amaldan qoldi. Natijada Isroilning Ben Gurion aerodromi quruq qoldi.